Ba'zi bir insonlar borki, saraton isig'ida ham oyoq qo'llari yaxlab yuradi. Ba'zi bir insonlarning esa qahratoni sovuqda ham oyoq qo'llari qizib yuradi. Xullas, to'piqlarda shporalar va bo'g'imlarda tuzlar, qon tomirlarida esa tromblar tiqirib, qon tomirlari bitib qolgan va qon aylanish sistemasi izdan chiqqan. Birodarlar, ming yildan buyon tavsiya berilib kelayotgan va ota-bobonimiz tomonidan, tabiblar tomonidan qo'llab kelinayotgan ikki xil mahsulotni ko'rsaman, inshaalloh natija bermasdan qo'ymaydi. Birinchisi, qarang do'stlar, bu oddiygina hamma bilgan o'sha tanakkor porshogi 1,5 yildan buyon bu mavjud. Shuni bir choy qoshiqni olasiz, sovuqdan issiqroq, issiqdan sovuqroq, ya'ni iliq dog' suvga solasiz va eritib, o'zingizni sochig'ingizni shunday botirib o'sha eritmani shimdirib olasiz va oyoq qo'llaringizni o'raysiz 15-20 daqiqa. Xudo xolasa 1 oygacha qiling. Limfastik, kapillyar darajadagi qon tomirlari bitib qolinishi ham ochib, butun tanangizga qon aylanish sistemasini o'dar darajada joyiga qo'yib bera oladi. Do'stlar, bu juda ham ishonchli vosita. Hattoki oyoq qo'li singanlar ham bu narsani tuxum sarig'iga qo'shib foydalanib kelgan. Anchadan buyon natija berib kelayotgan mahsulot hisoblanadi. Ikkinchisi esa o'shandan 30 daqiqa o'tkarib, mana hamma bilgan indov yog'i, hattoki buni ichish ham mumkin. Indov yog'ini qo'l oyoqlaringizga surtasiz va yuzdan strich sarfamni biror nima qilasizda, kechqurun uxlaysiz. Xudo xolasa qon tomir va nerv tortishlari bo'ladi, varkozlar bo'ladi va shamollashlar bo'ladi. Tanangizdan butunlay chiqarib tashlaydi va mijozingizni qizdirib, nerv shamollashlar va qon tomir tortish og'riqlarini mutlaq yo'qotib yuboradi. Bor yo'q shu ekkitagina mahsulot do'stlar. Ikkovini 15-20 kun, 1 oygacha bemalol qo'rqmay foydalanavering. Agar video roligimiz sizga mabodo ma'qul tushib qolsa, like ni bosib, repost qiling va yaqinlarga samolyot chiqib yuborish esdan chiqmasin. Xullas, sog' salomat bo'ling. Alloh tomonasiz xayr. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang, birodarlar.